Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bahoriy poylarimiz davom etyapti. Pachkam aka Jaguar kombayni o'ryapti. Xudo xolasa behijolat. Donlari ham yeydigan bo'lib qolgan. Kimga qanaqa silos zarur bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Gazellik mashinasida xudo xolasa o'ta mayin. Maydalab o'rgan Jaguar kombayni. Mana poyamiz holati, donlari mana. Rosa sut holatdan qattiq holatga o'tyapti. Rosa bakteriyaga boy holatda hozir mana molga egisi yem bo'ladi. Mana ozmoz to'kilganlardan ko'rsatamiz mana. Bet-beti donlarni qaranglar mana. Mo'sotalari Jaguar yanchib qo'ygan. Kimga qanaqa silos zarur bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Gazellik mashinasi xolasalaring 10 tondan salar 10 tondan qilib olib borib beramiz. Boshqa mashinlarimiz ham bor. Jaguar kombayni o'ryapti. Yerlarimiz cheklanmagan miqdorda. Vodiy bo'ylab. Aka telefon nomerlarimizni aytib o'ramiz. 77 419 Aha. 22 27. Ikkinchi nomeringiz? 20. Aha. 000 50 67. Mana shu akamizga aloqaga chiqarasizlar. Mana shu mashinani yetkazib olib beradi. Xudo xolasa. Donlari mana. Bonusiga xudo xolasa yegani, pishirib yegani uyingizga bir qator eslatib qo'ysangiz 5-6 ta dehqondan so'ragan holatda olamiz. Umuman donlari qayirib olinmagan bu makkalarda. Hammasining doni o'zi bilan turibdi.